Assalomu alaykum. Mana bu mansardning oynamiz. Razmerlari 58, balandligi 78. Ko'rishingiz mumkin. O'zining akladlari bo'ladi bunda, metallitskiy. Ramkasi. Mana bu orqa tarafdan ko'rinishi, ya'ni ichkari xonadon tarafdan qanaqa ko'rinadi? Mana taxta, laklangan taxta. Ruchkasi buni ochilganda o'zining prujnalar orqali ko'rinishda ochiladi. Mana akkuratni stiklari bilan turibdi. Mana tashqarida ko'ringanda mana bunaqa holatda ochilib turadi. Kimga shunaqa mansardni o'ynalari kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, bu oynamiz razmer aytganimdek 58 eniga, balandligi 78. Oynasi stiklo paket mana.